Xo'p, assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar va hurmatli buxgalterlar desak to'g'riroq bo'ladi menimcha. Adines bo'yicha keyingi video darsligimizni boshlaymiz. Xo'p, bugungi video darsligimiz Adines dasturiga asosiy vositalarni prixod qilish, ya'ni asosiy vositalarni kirg'izish bo'ladi. Qaysi yo'l bilan qaysidir firma bizga asosiy vosita sotgan bo'lsa, o'shani prixod qilishni ko'rib chiqamiz bugun. Xo'p, mana men shot faktura ochib olganman. Lidox orqali kelgan shot faktura. Asosiy vosita u nima, asosiy vosita bo'lish shartlari, bu haqida podrobno tushuntirib o'tirmayman. Albatta, bizning darsligimizni ochayotgan odam asosiy vosita o'zi nimaligini bilsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, davom etamiz. Kiramiz. Shot fakturani ochib oldik. Mana bizga kelgan shot faktura. Nima kelgan desak, qaramamizda mebel kelyapti mana. Kuxniy stol paret kelyapti. Hop. Umumiy qiymati 29.584.800 so'm. Bu bizlar uchun material ham bo'lmaydi, tovar ham bo'lmaydi, inventar ham bo'lmaydi. 36 dona kelayotgan ekan. Bu bizlar uchun asosiy vosita sifatida kiradi. Hop, uni qanaqa kiritamiz desanglar, ketdik boshlaymiz. Adresni ochamiz. Покупка oynasini bosamiz. Har doimgidek поступление, akt, накладной. Va bu yerdan mana bu поступление tugmasini bosganinglarda основные средства degan joyi bor. Kecha biz ko'rib chiqqan joyimizda tovar va usluga edi. Основные средствani bosamiz. Har doimgidek qiladigan ishlarimiz shot faktura raqamini tashlaymiz. Shot faktura sanasini tashlaymiz va bizga kerak bo'ladigan kontragent. U bizda yo'q bo'lganligi uchun заполнить rekvizitini bossak, kontragent haqida hamma ma'lumotni o'zi chiqazib beradi. Провести zakrit qilib bosamiz. Bosganimizda bizga qaysi shartnoma bo'yicha kelyapti mana. 2827M shartnomasi bo'yicha kelayotgan ekan. Shartnomani ham qo'shamiz. Shartnoma sanasi 2-may 2025-yil. Hop. Qo'shamiz. Javobgar shaxs mol bizda rahbar bo'ladi. Katta firmalarda основной ish boshqaruvchi yokida brigadir yokida zavsklad bo'ladi asosan rahbar. Va mana bu yerga e'tibor beradigan narsamiz способ отражения расходов по амортизации degan joyi bor. Bu o'zi nima desanglar, shu asosiy vosita eskirganda uning rasxodi qaysidir bo'limga borishi kerak. Misol uchun 94 20 ga borishi mumkin yoki 94 10 savdoga borishi mumkin. Bizda unaqa bo'limlar bo'lmaganligi uchun biz ishlab chiqarish bo'limiga olamiz buni. Ishlab chiqarish bo'limiga olamiz rasxodini. Добавить qilamiz. Nima tovar kelyapti bizga asosiy vosita nomini kopirovat qilib olamiz. Bizda yo'q bo'lganligi uchun u o'zini ko'ryapsizlar, создать tugmasini beryapti bizga. Sozdatni bosamiz. Sozdatni bosganimizda avtomatik o'zi bizga sozdat qilib beradi. Va mana bu yerda ahamiyat beradigan bo'lsanglar, asosiy vositalar bu yerda firmaning nomi va принятка учёта degan joyi turibdi. Bunda negadir yo'q. Nimaga degan savol yuzaga keladigan bo'lsa, qachonki biz mana shu fakturani yakunlab, провести zakritni bosganimizda bu ham xuddi bular kabi уже ishlatishga topshirilgan bo'lib turadi. Xo'p, inventar nomer o'zi beradi, avtomatik beradi. Bizga SNDS kelyapti. Foiz NDS bilan. Xo'p, umumiy summasini SNDS summasini olamiz. Tashlaymiz NDS summasini. Albatta tekshiramiz. Shot uchot. Prochi emas, bizga prochi emas. Bu yerda qaraymiz. Eng yaxshisi shotlarni ochib o'zingizlar bilan qaraganinglar yaxshi. Mana здание, сооружение, передаточные средства, рабочие машины, силовые машины, прочие машины, mebel. Mana bizga mebel kelyapti. Mebel и офисное оборудование kelyapti. 0140. Amortizatsiyasi esa 0240 bo'ladi shunda. Xo'p. Keyin srok. Endi ahamiyat beradigan joylar buxgalterlar. Asosiy vositani eskirish foizi bo'ladi. Yiliga nechadir foiz eskiradi. Bu O'zbekiston uchun yagona tanlangan eskirish
amortizatsiya foizi bo'ladi. Uni qayerdan olaman desanglar, men uni kanalga tashlab qo'yaman. Buni oladigan joyimiz 5-sonli BXMSda asosiy vositalar degan bo'lim bor va unda mana shunaqa jadval bor. Men sizlarga tayyor qilib ochib qo'yganman. Asosiy vositalarning eskirishi deb. Mana shuni gruppaga tashlab kanalga tashlab qo'yaman. Hozir bizga kerakli bo'lgani bino emas, inshoot quvur emas, mashina emas, transport uskunalari emas, havo kosmik apparatlari emas, avtotransport emas, kompyuter emas. Ham bizga boshqa guruhga kiritilmagan amortizatsiya qilinadigan aktivlar kerak. Yiliga 15% eskirar ekan. Yiliga 15% degani bu 80 oy hisoblanadi. 80 oy. Xo'p, men buni formulasini qanaqa chiqardim desanglar, xo'p, 100% ni biz bo'lamiz 15% ga. Va bizda chiqayotgan sonni 1 yilda 12 oy borligi uchun 12 ga ko'paytiramiz. 80 oy. 80 oyda mana shu qiymat 0 bo'ladi, mana shu mebelniki. God amortizatsiyaga 15% yozamiz. Bu yerda buxgalterskiy uchet, liniyniy sposоб tanlanadi. Grafik, amortizatsiya, pagod. Men bu sazatib qo'yganman. Sizga ko'rsatib ketaman. Mana boyagi 6.667 mana bu chiqqan raqam har bitta oyga tanlanadi. O'zimiz uchun grafik 80 qilib belgilab qo'yamiz. Proviziya zakridni tanlaymiz. Sostav komissiyaga men rahbarni belgilab qo'ydim. Mana rahbar belgilandi. Bu yerda har doimgidek счет faktura raqami sanasi zaregistrировать. Bu yerda proviziya zakridni bosganimda va endi sizlarga ko'rsatishni bitta ochib olaman. Va mana bu boyagi tovar joyiga qarayman. Mana ko'rayotganingizdek Revok xususiy korxonasi bo'lib turibdi. Принятка учета bo'ldi. Bu topshirildi ishlatishga. Debit kreditiga qaraymiz. Xo'p, bizning qarzdorligimizdan asosiy vosita kelyapti 29.584 million va asosiy vosita ishlab chiqarishga topshirilyapti mana. Shotlar bilan ishlashni o'rganamiz. Har doim har bitta operatsiyadan keyin обязательно debit kreditni ochib qaranglar. Bu juda sizlarga tajriba beradigan, o'qib beradigan narsa. Mana 60 sonda kreditda qarzimiz ko'payapti. Va nima bilan ko'payapti desanglar, mana asosiy vosita bilan ko'payapti. Mana shuncha summali. Keyingi operatsiyamizda asosiy vosita aktiv shot bo'lganligi uchun kreditda kamayapti. Mana xuddi shu summa balans ikkalasi yopilyapti. 60 sonda qarzdorligimiz turibdi va 0140 ishlab chiqarishga topshirilyapti. Keyin qachondir 1 yildan keyin eskirish hisoblanganda 0140 kreditda kamayadi va 0240 debitda ko'payishni boshlaydi, eskirish. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Asosiy vositalarni ADNS dasturiga prihod qilish juda ham kerak bo'ladigan mavzu. Eslab qolishingizni maslahat beraman va mobilda sizlarning ishxonangizda bo'lmasa ham tez sinab turinglar bu narsani. Chunki asosiy vosita yo'q deganda yiliga 3 marta kelganligi sababli bu esdan chiqib qoladigan operatsiya hisoblanadi. Har deb asosiy vosita kelavermaydi va bitta kelganda qiynalib qolmasligingiz uchun saqlanib qilib yoki yaxshilab daftarlarga yozib olsanglar yaxshi bo'ladi. Xo'p, keyingi darslarimizda ko'rishguncha hammanglarga rahmat.